Yo, hammaga salom bo'lasizlar bilan mana nimaga bugungi videomizda. Xo'sh, bugungi videomizda nima mavzusiga keladigan bo'lsak, bo'ldi. Hammaga salom. Sizlar bilan mana nimaga yana ikkinchi hafta tanishyapmiz o'zi. Bugungi videomizda mana shu ko'rib turganingizdek orqa fonda mana ko'rib turgan ekraninglardagi qorli biyomda bugun video olamiz. Bugun chunki bugun nima sabab Elgoga o'zimcha revansh qilmoqchi bo'ldim. Elgoga qarshi video chiqarmoqchi bo'ldim va bugungi videomizda Elgo uchun bo'ladi. Hamma narsa Elgo uchun bo'ladi bugun. Bugun aynan bugun. Faqat boshqa bo'lmaydi keyin kam bo'ladi. Bugungi videomizda ko'rib turgan biyominglar qorli biyom. Amaga siz nimasiz deydiganlar bo'ladi. Bilaman, hozir o'zimda ham shunaqa fikr paydo bo'lib qoldi. Keyin debdaman miyamga nima qilish, Elgoni ustidan qanaqa kulishni bilmay qoldim. Keyin hozir keyin pastda Elgo aytib ketaman. Xo'p, qaranglar. Elgoni oxirgi videolaridan bittasini kim ko'rdi? Masalan, mana uy ko'rib turganingizdek. Oxirgi videosini qaysidir videosida jazirama issiqda qolib ketgan qishloqlar bilan bir narsalar qilgan. Biz jazirama sovuqda o'ynaymiz, jazirama sovuqda. Mana shu biyomda tirik qolamiz. Da. Bu aniq вообще zo'r comeback bo'ladi. Bolalar, tabriklaylar, nima o'zgaryapti Minecraftda? Shedrop tashladim. Telefon makillab qotib qo'ygandan keyin olib tashlaysan dedi. Qaranglar, o'zimga kerak narsalarni olganman dedi. Hozir nima bo'ladi? Yashamay qolishim mumkin. Noldan ko'tarilgan paytim bir ikkita xatolar bo'lib turib, video uzilib ketib, yana bir narsa bo'lib ketishi mumkin. Uyga necha bola Minecraft o'zida qurilgan ekan. Просто kirib turib, men olib bitta ikkitalarni o'zgartirdim. Все уже. Albatta muzdan olib tashlab, anaqa qilamiz. Огород qurganimizdan keyin, o'shanaqa bitta ikkita ishlarni qilib olamiz. Qarang, o'sha yerda sizlarning yashab qolishinglarni koeffitsient ekan, men bu isqirt quyonlarni qilib olib yurasizlar где-то. Problema deb yashab qolish, qarang. Mana qarang. Mayli. Xo'sh, uyga borib turib, uyga borishim shart emas. Inventarda narsa tiqilyapti. Men buni skeletdan bilmasdan oldim malla. Xo'sh, pichinalarni jitlardan oldik. Xo'p, bu suyaklarni zombi apokalipsis qilib yaratdik. Bolalar, bu mer bir haftaning ichida mana shu holatga keldi. Bir haftaning ichida. Mana jitlarni uyni oldida qilgan ishlarimni videoda ko'rsatam hali ham. Bo'lmasa videoni davom ettiramiz. Bugun nima qilamiz? Bugun mana bu eshik qo'yamiz Bugun eshik qo'ysak, keyin sekin ko'taraveramiz. Bu hozircha men bu narsalarni o'zim qo'yib chiqaman masalan. Mana kravatimiz. Kravatdan sovuq qaranglar mana. Hamma narsa ko'k qo'yadi. Даже skinim ham ko'k qaranglar mana. Даже skin ham ko'k. Qanday qatdan ko'rilardi skin, bilet. Mana skinim ham ko'k ko'ryapsizlar mana. Nima bo'ladi? Bir sovuq rang ham mana. Mana bu qavatda sandiq qo'yamiz. Sandiq ochilmay qolishi mumkin. Eplaymiz, mayli, eplaymiz. Xo'sh. Mana bu bitta daraxt ekib qo'yaylik bitta joyga uzoqroq tursin faqat. Xo'sh. Qorda gulga nima gap bor ekan bolalar, menga shuni aytinglar. Qolgan narsaga mayli, qorda gulga nima gap bor, ha? Ikki qildik bo'ldi. Hozir sotaylar suyagi bilan o'stiraveramiz buni. Kamini olaylik, kamini olaylik bo'ldi. Yetadi shuncha. Yetadi. Agar hozir nimadir bo'layotgan bo'lsa, 1 2 da 4 da o'sib ketadi mana shu taraf. 3 4. Minecraft hazillashdi prosta. Voy, onayni. Yaxshi ko'rib. Daraxt sal kichkina. Lekin hozircha yaraydi. Xo'sh, bolalar, biz hozir men nima qilaman? Qaranglar. Hozir men bitta buzib turib, hali ham bu Minecraftda jon ketmaydi. Bitta ikkita shunaqa isqirt Minecraftlar bor, o'zidan o'zi jonni yediraveradi. Sovuq bo'lsa sovqotsalar o'sha yeydi-da jonni. Bundan yoqmaydi. Buni o'shanaqa Minecraftdan o'chirib tashlasa-da. Vasha olib tashlasa-da keyin.
Xo'p, bularni buzyapmiz. Tagida tosh bo'ladi-ku, o'sha tosh uchun buzyapman, bo'lmasa buzmayman. Turaveradi shu turish. Mana bu tagida tosh bor. Kallamiz iloji boricha tegib qolmasligi kerak. Ana baribir tegar ekan. Keyin bitta olamiz o'n qara. Onani ko'rgara 5 minutda kechqurun bo'ldimi? Bu normal. Normal 5 minutda kechqurun bo'ldi. Yaxshi. Paketim bordi mana. Mana shu qo'yib ketaman prosta. Torch bo'ldi. Shu yoqqa qo'yamiz. Spasibo qo'yamiz. Nimaga meni telefonim Android 10 yozilgan, FPS'lar boshqacha ko'rsatyapti deb aytadi. FPS 17 mi? 18, 17, 18 orasida makillab qotib qo'ygan. Xo'sh, mana buni ham buzishga to'g'ri kelgan. Da. Bo'ldi. Shuni qilsam, kallam tegmaydi iloji boricha. Kallam tegmaydi shuni qilsam. Kerkam qani endi. Men becharaga kerka beringlar. Nima bu? Daraxtmi? Yo'q, shuncha aylantirdim, dirit deb yozilganiga qaramabman. Mayli. Bo'pti, hech narsa qilmaydi. Xo'sh, hozir men bu daraxtga tegamaymiz. Qani o'sha jon oyoqqa tushyapti o'sha sekin-sekin. Ketdik qarochi. Hozir borib turib daraxt olib kelamiz endi. Bu daraxtli buyomdan sal uzoqroqda joylashgan ekan, yaqinroqdan qurib olmoqchi edim, lekin bu tarafda voy qaraganlarda suv ham bor edi. Bolalar aytgancha bu yoqlarga yoz kelmaydimi degan odamlar bo'ladi. Shunaqa menga o'xshagan g'ayri insoniy savollar juda ham ko'p menda. Qarochi bu yoqqa yoz kelmaydimi deydiganlar uchun keladi. Bir kun men olib kelaman yozni, tiqishtiraman shu yoqqa. Biyomdagi hamma qorlarni yerib tashlaymiz suv bilan. Keyin qanchadir qismi bahor bo'lib turib beradi. Davay bo'la o'zimiz yil bilan Ash Minecraft o'ynaymiz. Qarochi, masalan, hozir yoz bo'ladigan bo'lsa, hamma joyda biyomni suv bilan to'ldirib chiqamiz edi. Qarochi, nima bo'ladi? Suv bilan to'ldirib chiqamiz edi. Hamma joyda qorlarni olib tashlaymiz-da, tushunyapsizlarmi? Qorlarni olib tashlaymiz. Qorlarni olib tashlaymiz. Keyin merda bitta ham qor qolmaydi-da. Qolsa bo'lmaydi-da keyin. Mana qarang. Nima kerak bu yoqda turib? O'tlar qotib qolgan qarang. Qarang. Ba'zirog'i buzildi. O'zim bosmagan ekanman ekranni. Uzr. Mana bittadan urug' chiqib qolar balki mollar. Nima deysizlar? O chiqdi. Yarim to'g'ri. Yaxshi, shundan hozir men uyga borib bog'da ekanman akasi. Mana shu qorlar ham xalaqit beradi-da. Xalaqit bermasam mayli-da. Turgan bitgan zararda ularni. Mana bu ham esa bo'lmaydi. Qor shariga borib nima deyiladi o'sha? Snowball. Qarochi, o'shanaqa narsa esa bo'lmaydi. Hozir men bu narsalarni olib turib, beri-beri qilamiz bolalar. Videomiz 10 minutlik bo'lyapti. Xo'sh, hozirgi videolar chiqayotgan videolarim bolalar aktiv ko'tarish uchun bo'lyapti. Chota hozirgi videolarim aktiv pasayib ketgan. O'zimga ham sezilyapti. Oxirgi videomiz 43 ta prosmotr ekan. Da, o'zimga anchagina sezildi bu. Nimasi bo'ladi? Oldingidan ko'ra refleks deyiladi. Rezultat degan narsa yo'q. Refleksga hech bir refleks boshqa narsa. Men boshqa narsa aytyapman. Qarochi, rezultat yo'q oldingidan qaraganda. Juda ham past rezultat. Chunki meni hozir YouTube'da общий просмотрim eng baland ko'tarilgan 249 ta yozilgan turibdi. Hozir bizda где-то 150 ta просмотр bo'lib qoldi. Adashmasam 150 ta 160 ta просмотр bo'lib qoldi. O'sha hozir qo'ygan videolarim bo'yicha. Elgo bilan videoda keyin ham bitta video oldik, уже 150 ta просмотр bo'ldi deb
hisoblaydigan bo'lsam hozir yana ozginadan keyin уже aksiyamiz ko'tariladi. Undan keyin videolar sifatli ham aytib qo'yay, VNda taxlab reklama qilishni qara, sразу VNda taxlab va bu reklamani hisobga olmaymiz. Xo'sh, o'sha o'tikda programmada приложениеlarda taxlab aniqlamiz nima deydi? Memlar bilan video chiqaraman. Memlar bilan yaxshiroq ketadi-yu. Xo'p, hozir buni olib turamiz chetga. Kartochka chiqish kerak. Adashmadim. Kartochka chiqdi. Xo'sh. Eshik o'tadi. 3 ta eshik beradi-da bu Uzcard. Hozir men eshik oldimmi shunday? Olma. Men hozir ana knopkani qanday bo'lishini tasavvur qilyapman. Shu knopkani oldimmi, olmadimmi? Ekran ko'rinmayapti. Oppa, bo'ldi. Bo'ldi, biz chiqamiz. Bo'ldi, ketdik siltadik. Xo'sh. Nima qo'yamiz? Yo'q, to'tara. Ozgina adashish bo'ldi. Xo'sh, shuncha blokni random qilamiz, qaranglar. Lekin inventarda ichida turibdi-da, nima eshik. Oppa, ana bo'ldi. Все. Uyga xush kelibsizlar bolalar. Xo'p, aytib qo'yman, men buz peshingman. Yo'qmayapti bitta oyoqdagi. Qarlar bela tirik jonzot yo'qda nima. Hech tushunmaganda boya quyon ko'rdik, quyonlar ham yo'q o'zi. Xo'sh, uy tepasiga ham bitta qo'yib qo'yganmiz. Bu yog'ini hech pul tushdi bolalar. Mayli. Shu uchun yoqqa qarab burilib o'tirmasligim uchun astagina qanoni mana chetiga. Короче, mana buni qo'yib qo'yamiz. Nima xato qo'ydimmi? Yo'q, to'g'ri qo'yibman. Ana. Bo'ldi. Все. Chotki. Xo'sh, hozir endi bu yoqqa sandiq taxlaydigan bo'lsak, bolalar, ishlarimiz 8. 2 sandiq bo'ldi. Xo'sh, endi men bu yerga qo'ysam, ochilar ekan. Yana bitta sandiq taxlaymiz chunki. Mana bu yerda 2 ta ana bo'ladi, nima deyapti? Yarimtalik ochiladigan. Unda dumaloq qilib ochiladi, yana dumaloq qilib yopiladigan narsa bor-ku. Короче, Minecraft'lar tushunadi o'zlari. Sekin tushuna olasizlar. Salgina videoni ko'rib turinglar faqat. Hozir bu bitik narsalarni qo'yib ko'rayotganimga e'tibor bermaysizlar. Menda tushunadiganlar uchun, odamzod tushunadiganlar uchun ekran ko'rinmaydi. Men davrimda mana bunaqa narsa yasasa bo'lardi-da. Qaranglar, mana bunaqa qilib turib, menga qo'yib turib, mana Votut. Hop, buni bu yoqqa olib turib, buni bunaqasiga qo'yib, keyin buni bunga qo'yib. Nimadir xato qildimmi? Drit. Yam drit даже. Ana bola. 25 ta drit havoga qo'ygan bo'lib chiqdi hozir. Mana. Vot. Xo'sh, hozir yana ozgina qo'yishamiz. Buni ikki bo'lamiz edi. Buni yo'q qo'yib turib, buni yo'q qo'yganmiz-da. Nima adashyapman? Yonu shunaqa narsa yasasa bo'lardi-yu. Mana, qanday? Mana. Vot. Xolani yaxshi ko'rib ketur. Cho'p kerak ekan bunga, cho'p kerak ekan. Bo'ldi mana. Все. Yana ozgina qilamiz. Mana bitta yetadi. Bo'ldi, все. Ikkita yetadi. Bo'ldi, ikkita yetadi. Xo'p. Ot, ana. Bo'ldi, все. Hozircha uyimizda normal chiqdi degan umiddaman. Endi kitob topish uchun anaqa qilish kerak, kitob.
No kitob jo'nga kerak emas hozircha. Mana ashqal-dashqal qo'yadigan joy mana shu yerda bo'ladi. Bir narsalar qo'yib tashlaymiz ichiga. Xo'p, bular kerak bo'ladi. Qanchadir kunga. Xo'p, keyingi videomizda kommentariyga yozib qoldiringlar. Kuchuk topamiz. Aniq kuchuk topaman. Keyingi videoda bitta buyomlarga borib ko'rib, qidirib, kuchuk topib, kuchukka ism yozib qoldiringlar, itga ism yozib qoldiringlar, itga. Xo'sh. Drit hozircha bizga kerak emas. Ish kerak emas. Urug' nechta chiqdi? 2 ta urug'. Yaxshi. Bola urug'ni hozir nima ekmaymiz, chunki ozgina ko'tarib olaylikmi? Urug'ni ozgina ko'tarib olaylik. Kamga ikkitadan bo'lmaydi, yemaydi-da. Buni qo'yib qo'yamiz. Kerak bo'lgan paytda o'zim olib olaman chiqib. Voy, ona, уже сразу kech bo'lyapti. Hozir 10 minutda kech bo'ldimi? Yo'bani brot. Shuncha uyga kirib, shuncha yurib, kirka yesamapman. Yana dritmi? Eshik. Aman bu uni ekamiz. Voy, esdan chiqib ketib qo'ygan. Mana. Mana. O'zi hozir menga ana kerak bo'ladi-da, nima deydilar uni? Tilim aylanmay qoldi. Cho'p, taxta degan narsa kerak bo'ladi, maksimalni kerak bo'ladi. Aman darmitga o'xshab qanday qizoq qo'yaman-da uni, mayli. o'n 16 minutlik bo'ldi. 16.1. Apangni ko'r. Apangni ko'r. Qani chiqaman? Tiqilib qoldim hozir men bu. O'zi yopildi ko'rasizlar. O'zi yopildi ko'rasizlar. Xo'sh, kerka yasab oldik. Endi yerda tashamiz biz. Yerda tashib, yerda ichak-chavog'igacha borib, hamma narsani olib chiqib, короче, 100 kilo bojvoniya mashqi ko'chiramiz, bola. Qarilar ham zo'r buyam, ham yashab qoladigan, ham actionski, ham miyalariga titilib ketadigan buyam. Titashgan. O'zim ham titilib ketib o'zgargan bo'ldim. Bilet mashada yashaymanmi? Bu shuni xato qilasan degan narsa keldi. Lekin bu yoqda elgan videosini ko'rib qoldim. Ko'rdim, ya'ni boshdan oxirigacha ko'rib chiqdim o'zimcha. Nima bo'lajaksizlar, kam juda ham. Lekin prosmotr ko'p. Kanalda почти ko'p yegan video o'sha bo'lsa kerak. Elgan kanalda. Xo'sh. Men bilan ham tezroq olib tashlaygan. Ne bir bo'lsa qarilar, uni telefonlar bo'lsa qotmasa, mazza qilib o'ynasizlar shu. Xo'p, qarilar hozir video o'rtasida 63% zaryadkamiz bor. Endi video o'chirayotgan paytda bu hozir biz internetga shoshan. Nima bo'ladi? Internet yo'q, bu degani zaryading tez ketadi degani emas. Sekin ketadi. Xo'sh, menda hozir daraxt bo'lish kerak, inventarimga qaraydi. 3 ta daraxt bor ekan, mana daraxt ekan просто. Bitta blok o'tkazishimiz kerak ekanda. Qo'yon. Xo'p, suyaga ishlatmay turamiz hozircha. Suyak kerak bo'lib qolishi mumkin. Hoppa. Voy, shuni buzmasdan qo'ysam bo'lar ekan-ku. Voy, befarosat, hech narsa qilmaydi. Bo'ldi. Xo'sh, bu daraxtlar 1-2 kun qolmasin. O'sal ana 3 tasini uzoq-uzoqqa qo'ydim. Nimaga desensasiya ketayam kichkina bo'lib qolishi mumkin bo'lmasam. Kichkina desensiyada daraxt o'smaydi, Minecraft'lar biladi. Biz ana Minecraft o'ynamaydiganlar ham kuzatishi mumkin. Kuzatadi ham hozirgi kunda, yaqinda 2 ta obunachimiz paydo bo'ldi, nima bo'ladi? Ular Minecraft holangni ko'rgir. Men gapiryapman bu yoqda, Qani endi. Topilsa-da nima topildi. Короче, astag'firulloh. Davay. Buni cringe narsa bo'ldi hozir, tushunadi men. Neni ko'rgir. Bo'ldi. Uyga bir zamongacha baho beringlar bolalar. Xo'sh, uyimiz bir
Tovoq ketakdek bo'lsa ham zo'r uy chiqdi deb o'ylayman. Bitga versakni qo'yishim kerak edi o'zi aslida. Lekin qo'ymadim. Короче, xo'sh. Keyingi tarafga nima qilamiz bu yerda? Tepani nima qilamiz bolalar tepani? To'xtanglar. Sharafda chiroyli pauza qilaylik, to'xtanglar. 20 minutlik bo'ldi, o'zi 20-nechidir minutlik qilamiz. 21-22 minutlik bo'lsin. Короче, hozir men fantaziya kelan kelib qoldi. Buzilmay qoldi. Vaqtida buzdik. Все, sal qoldi. Hozir ana buzilib ketdi navbati. Qor buzilib ketdi. Ot. Lampochka bo'la. Короче, ana shunday bo'ldi. Все. Lampochkalar tayyor. Bu hozir bizga yordam bermasligi mumkin, lekin uyga salgina bo'lsa ham vid berdi. Chiroy. Basharasiga bashara qo'shdi. Xo'p, men bu yo'q qo'yamiz buni ham, normal. Qo'y go'shti ham olganman, beparosatga o'xshab. Ana yerda normal biyom turibdi, mana yerda chiqib qarasizlar, qaranglar bolalar. Mana shu to'g'ri yurgan taqdiringlarda, mana shu to'g'ri yurgan shu liniya bo'yicha to'g'ri ketsalar, mana shu ketsalar, quyosh ko'rsatganicha. Normal biyom bor, ammo darbentga o'xshab qorda o'ynayapman. Yaxshi. O'sishlar bor hammaga o'sishlar bor. O'zim issiqxonada o'tirib olib, personajim sovuqda mazza qilib qaltirab tishi bir-biriga tegmasdan yuribdi-da. Короче, bolalar, videomizni oldi qochdi bo'lgan taqdirda ham men prosmotr ko'tarish uchun qildim hozir shu videoni javob. Voy, men kabelson turishini qaranglar. Xo'sh, bu kabelson nima qilamiz? Xo'p. Yo, keyingi videomizda qilamiz. Keyingi videomizda qilamiz. Hozir qiling. Keyin qiling. Hozir qiling bolalar. Hozir qilib qo'yamiz, bo'ldi. Hozir qilamiz, hozir. Aynan hozir. Dalilmayman. Davay. Mana shuni beringlar, yetadi. Shovel. Где-то men birinchi shu so'zni o'qigan paytim boshqa narsa menga ham kelgandi. Shovel где-то. Shovel bola, nima tushunish. Shovla bor-ku, sholg'om. Vat, bu amaga nima qilyapti beparosat. O'ziga yetmayapti nima qilishini. Hozir ko'radi. Hozir ko'rasizlar. Xo'p, men teshiklarga nima qiladi endi bu amaga? Teshiklarga nima qilmoqchi? Voy, xolangni yaxshi ko'rib ketgur. Minecraft men ustidan kulyapti, tushunasizlar? Yo, atayin xato qo'ygan bo'lsam mayli edi. To'g'ri qo'ydim, xato tushdi. Menda masay. Buni nimaligini tushunmaganlar. Ko'pchilik Minecraftlarda mana shunaqa joylardan kirib keladi, bilsalar agar. Agar hozir men bitta buzib turib bunaqasi qo'yadigan bo'lsam, shu narsa. O'zi bolalarga yetib bordi. Qizlar ko'radimi yo'q bilmayman. Xo'p, bu yoqqa ham bir narsalarni qo'yib tashlaymiz. Keyin har bittasini bo'limlarga ajratib chiqamiz. Bu nechinchi qism bo'lyapti toshnoyda? Qaranglar, 25 minutlik bo'ldi bu video. Qachon tushadi bilmayman. Bugun qo'yishim kerak, lekin sразу bugun qo'yilishi kerak bo'lgan video bu. Xo'sh. Ko'rinyapman. Yaxshi ko'rinyapman. Uy ko'rinyaptimi? Yo, hammaga xayr bo'lmasin bolalar, sizlar bilan men nimaga bo'ldim. Keyingi videolarda mana shu yerga nima qurishimizni yozib ketinglar. Keyingi video mobilajida bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasam shu Minecraftda davom ettiraveramiz, qaranglar.
bir kuchuk topolmaydigan joylarda biz, lekin men kuchuk topmoqchiman. Yaxshi variant. Uni qaranglar, men qorga kirib qolganman bola. Qorga kirib yuryapman, ko'rasizlar. Bola, keyingi videomizda bitta narsani sinab ko'raman. Mana ham qarab bo'lmaydi odamga. Agar men buni qilib turib, sal orqaga yursa, Michael Jackson. Ana Michael Jacksondan o'zi nima kerak bo'ladi deb. Yoki deb qo'shig'imi. Короче, hammaga xayr bo'lsin. Sizlar bilan men nimaga bo'ldim. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, keyingi videoda nima bo'lishini kommentariyaga yozib ketsanglar, men shundan oborishimiz ham mumkin. Balkim qiziqroq kontent bo'ladi. Hazillashdim. Balkim qiziqroq kontent bo'ladigan bo'lsa, hozir oborishimiz mumkin. O'sha qaranglar 25.40 bo'ldi o'sha. Bo'pti bolalar, hammaga xayr. Sizlar bilan hammaga keyingi videolarda ko'rishguncha sog' omon bo'ling. Astag'firullah. O'zinglar nasringlar. Короче, men tushib ketdim. Mana shaxtadaman. Davay. Bo'pti, hammaga xayr.